shahardagi nomerali avtomatlar shu yerda ulgurib qolcha kirmasa. Ha do'stlar, men o'zimga qurol do'koni ochdim va uning orqasidan juda ham ko'p pul topdim, ammo muammolar ham yetarli edi. Muammoni ortiqchasi umuman kerak emasdi. Albatta men o'zim emas, Aziz aka bilan birgalikda ochdim. Aziz akani esa video davomida tanib olishingiz mumkin. Aziz aka ikkalamiz juda ham ko'p pul topar ekanmiz. Meni hattoki BMW ham bor edi, lekin Siz Strovik. yo'q, yangi muammolar. Bu misolni javobini faqat aqllilar topa oladi va izohlarga yozib qoldira oladi. Qani siz ham aqllimikinsiz? Xo'sh. Yo, Aziz aka, yo'ldan qoching. Vada qol bolaginam. Qanaqangi bolaginam, sizlarga hech o'rgata olmadim-da. Nima gaplar, qurollar qalay ketyapti, yaxshi o'tyaptimi? Ichkariga kir, gaplashamiz. Xo'p, mayli unday bo'lsa, mashinamda hozir biroz chetroq qolib qo'yishim kerak. Axir menda BMW bor-ku, ajoyib. Bunday bo'lsa, mana bu yerga sig'armikin? Menimcha, ha, menda baribir pul ko'p-ku. Yangisini sotib ola olaman deyman-ku, lekin oxirgi payt muammolar juda ham ko'payib ketmoqda. Ha, obunachilar juda ham ko'payib ketmoqda. Xo'sh, endi u Aziz akani biratni yoniga kiraylik-chi, nima der ekanlar? Menimcha qurollar tugab qolgan bo'lsa kerak-da. Juda ham bozor aktiv. To'g'rimi Aziz aka? Bezovtaga men turgan. Nima bu, eshikni buzdingizmi? Yo'q, lahmo, shuni ishlatishni bilmaysanmi? Hech o'rgata olmadim-da senga. Siz menga nimadir o'rgata olmaysiz, men sizga nimadir o'rgata olmayman. Shunday. Xullas, menga qurol topib kel. Bozor juda ham aktiv. Mafiyalar ko'payib ketmoqda. Nima balo aksiya bo'lyaptimi bilmayman. Da, biz ham menimcha mafiya bo'lib ketsa kerak. Yo'q, ularda asosiy murabbiylar hech qachon urushmaydi bolagiram, o'ynamaydi deganim. Bratan, o'zingiz chaqirlik qilmang. Aziz aka bo'lsangiz o'zingizga, mana shu Avg bilanmi, Vektor bilanmi bitta uraman bo'ldi, ketasiz o'sha. Yo'q, nimalar deyapsan sen bola? Meni tushunmayapsan shekilli. Xullas, qurollarni menga topib kel. Tomog'ingiz og'riyaptimi deyman. Nima deysan? Kecha muzdek Pepsi ichib qo'yibman-da shu. Pepsi ichgan bo'lsangiz yaxshi. Xo'sh, mana bu yerda notebookda yozilgan bo'lish kerak-da. Mana yozishibdi o'sha. O'rmon tomondagi shaharning chetiga chaqpalakni tagida ko'rishamiz. Men bu ishni kecha hal qilib bo'lganman. O'z sizdan bir sezaman, sezgir insonman. Mana aksirib ham yuravering, brat. Eshitdi, mana sizga sekretni ochib yopish yo'lini o'rgataman. Prosta buni banditlarga o'rgatib qo'ymayman. Bo'lmasa buzib ko'rib, bizni orujalarimizni o'g'irlab ketishadi. Bratam, menimcha rostdan seriozniy kasal bo'lgan shekilli. Tak, mana shu yerdan biz mashinani olamiz va yo'l olamiz. Qani, let's go. Xo'sh, mana mashinam bo'sh, bu yerga qurollar joylasam juda ham ajoyib bo'ladi. Boshlig'ingiz qay? Bratam, biroz kuchsiz keladilar. Brat, boshliq kerak. Mana hozir kim bo'libman, xo'sh. O'zir kichigidan kelib qoldi-da. Ha, mayli, unday bo'lsa qurollar qayerda? Men qurollarni olib ketishim kerak. Avval bir choy ichaylik siz bilan. Yo'q. Ishchilarga ahamiyat bermasdan, mashinangiz ham kattagina ekan, yuring, chaqirib aytaylik, bir siz bilan gaplashish kerakligida, bo'lmasam. Ha, mayli, ketdik bunday bo'lsa, xo'sh. Yuring, sen qol, banditmi nima, isming nima, nikini unaqa uyolding, o'zini Vorsakon 2019 deb o'ylaydi bular. Mayli, unday bo'lsa, siz bu yo'lga tortganimiz sababi pulli ishlarni shu yo'lda hal qilaylik dedim. Charxbalayda eslab qoling, biror kun uchamiz. Mana sizga pullar, menga tezroq orujamni bering, ketayman. Juda ham shoshqaloq odam ekansiz-da, unda yura qoling. Charchab ketdi odam, havo ham yomon issiq bo'lyapti-da. Unchalik issiq bo'lmayapti. Xo'sh, xullas, orujalar mana shu yerdan yurasizda. To'g'rida ko'ryapsiz, o'sha yerga borsangiz, o'sha yerda bitta omborxona ichida turibdi. Tushunarli, nimaga meni bu yerga olib kelib qo'ya qolmadilar? Ko'rib turibsiz, bizda skuter, bittasini meni borib kelavering xolasangiz. Ko'rib kelish uchun-da endi. Xullas, mana shu qizilini borib kelavering-da, keyin ko'rib kelganingizdan keyin mashinangizni ham boraverasiz. Mayli, unda men borib kelay. Unday bo'lsa, obunachilar ketdik. Biz mana shu bilan borib kelamiz. Ajoyib. Juda ham wonderful, beautiful, ajoyib. Mana bu omborxona bo'lsa kerak, o'sha yaqin ekan-ku, nimaga bular shuncha ko'p puli bo'lib turib, qimmatroq mashina olmagan, qimmatroq deganda kattaroq mashina olmagan, bilmayman, hayronman obunachilar. Birortasida furalar bo'lsa kerak, menimcha bular chet eldan qurollarni olib kelishadi va bizga sotishadi. Biz esa mafiyalarga sotamiz. Nega bu yer kichkina? Nima? Lo'g? Nima? Markusdan salom. Jiyan Nursun, u eski dushmanim, xalqam men bilan tortishyaptimi? Yo'may obunachilar, endi nima qilaman? Men shuncha pullarni bilaman. Endi boshqa pulimiz yo'q-ku, bizni mol olishga. La'nat, hozir boraman, hammasini dabdalasini chiqaraman. Nimalar deyapti obunachilar? Qanaqa qilib meni lo'q qilib ketishim? O'zim ham lo'qman-da obunachilar. Voy, bunga ishonganimga qaranglar-da. Yuringlar, billa ko'rib kelamiz desak bo'lardi-mi? Bu og'iz nimaga kerak obunachilar?
Yo'q, men yo'q, hayronman. Mana bu skuterni ham berib qo'yganini qaranglar-da endi. Yo'q. Tak, obunachilar, u yoqda yo'q ekan. Mana bu skuterni ham sifatsiz ekan obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Qizilida endi sarg'ayib ketdi rangi kelgunimcha. Xo'sh, mayli endi nima ham qilamiz? Opana bo'ldi. Xatya birorta yosh bola maktab o'quvchisiga sotib olamiz. O'qituvchisi olmaydi-ku, xatya no bilmaymiz, sarg'ayib ketdi rangi. Obunachilar qizil edi. Quyoshga shunchalik chidamsiz bo'ladi. Xullas Aziz aka problema chiqib qoldi. Hal qilish kerak. Ukagalam, qanaqa problema? Men sizga korotchi, ani qurol olib kelishim kerak. Aytgancha, klientlar so'rayapti, qani qurollar? Qurollarmi? Xullas qurollar yo'q. Bizni uxlatib ketishdi. Kim deng, kim? Kim? Markmi? Yo'q, uning ukasi Markus. U ham katta bo'lib qolib, bizga o'zicha chittecha, o'zicha asabni buzyapti. Mani asabim tez, mana bu avgust olamanda otib tashlayman. Yo'q, просто shu bittadan bersang yetadi. Ular yovvoshlar qilmagan san ukagiram. Nima ham deysiz endi? Hozir men nima qilishim kerak? Endi shuncha pulni uxlatib ketyapti, o'ylayapsizmi, brat? O'zing ham loqlik qilib qo'ygansan-da. Nima bo'ldi o'zi? Bir boshdan aytib bergan ukagiram. Bir boshdan aytganimcha ket tushadi, brat. Korotchi bir nima yo'lni qilib, ular basasini topib biza arujalar qaytarib olib kelishimiz kerak. Kamiga ularda hujjati yo'q. Hujjati bor edi. Mana bu yerda turganlar hujjati yo'q, to'g'rimi? Shu kechki momanda politsiyaga mana keldi. Xullas sizlar bilan politsiya 001 tekshiruvga keldi. Qanaqa tekshiruv bilan? Politsiya bilan tortishmang. Xohlagancha tekshiruv bo'ladi. O'zi tomon qarayapti. Hammada ko'ring buni men bola. Mayli unday bo'l. Nima buzib ko'ryapsizmi? Biratchiki, senga aytsam, mana hamma yoqqa huquqim bor. Men boshliqman, juvozdaman. Men bilan hujjatim bormi? Yo'q, to'g'rimi? Bo'ldi. Biz bilan ketay. Men senga, hozir men hujjatlarini top. Hujjati bormidi, brat? Hujjati bor edi, topilib qolardi. Men bu yoqda urib masasini qochirib qo'ydim. Siz hujjati bor deganingizda urmasdan hal qilardik. Dinchgina o'zi bu ham o'zini bosib olmagan ekanda. Mayli, bu uyg'onsa o'zingiz kelishib oling. Men qurollarni olib kelaman, xo'pmi? Bo'pti. Xo'sh, ajoyib obunachilar, nima bu? Obunachilar hech kimga tushunib bo'lmayapti. Bor-yo'q, asabim buzilib ketyapti. Hammasi o'z boshimcha bo'lib ketyapti. Yo'q, nima ham derdik? Bizning davrimizda banditlik juda ham ommalashib ketdi. Bayodan bandit bo'lib ketyapti. O'quvchilar 1-sinfni bitirib bandit bo'lib ketyapti. 11-sinf nechisizlar 11-sinf. Xullas estromikni qurolni o'g'irlab ketganlar ham shunaqa edi. Qo'lida arusha bor, lekin otishni bilmaydi. Xullas shunaqa. Nima demoqchi edim? Xullas Estrovikni qurollari mana shu omborda saqlanmoqda. Estrovik ularni ola oladimi? Ajoyib obunachilar. Men tanish bilish qilib ular bazasini topdim. Endi hozir ular bitta uxlataman obunachilar. To'g'risini aytsam bilan yomon aytsam bizda o'zi 3-marta molimiz o'g'irlash. Qalaysan, biratchika tuzumi mayli. Bu pulemyot obunachilar rezinli o'q otadi. Bu uxlatib qo'yadi prosta obunachilar. Menimcha xotirani ham yo'qotsa kerak. Balkim rezinli vasdir, ichida qanaqadir eliksirlari bordir. Xo'sh, xullas bolajonlar qalaysizlar. Bizni banditlarga shaharlarimizga hujum qilishdi. Bu yoqqa kelsanglar, hozir men seni qochiraman. Mana senga mazza qanaqa bo'ladi? Mazza menda emas, qovunda bo'ladi. Jundinglarmi? Sen biz bilan o'zingdan o'zing gap talashmagin. Nima masalan, ukenlarga aytasan gap talashmaganim, jinursin o'qim kamroq qoldi. Hammasini uxlatam, bo'ldi ketish kerak. Obunachilar tezroq mana bu omborxonaga yashirinishimiz kerak. Tak obunachilar, endi qurollarim qayerda ekan? Men shularni topishim kerak. Xo'sh, ajoyib. Menimcha bo'ldi. Mana shuni ham otib tashlasam, necha bo'ldi obunachilar. Endi bo'ldi. Minus obunachilar. Endi biz mana bu yerdan qurollarimizni topishimiz kerak. Bo'ldi, ochildi obunachilar. Buzib kirish juda ham yo'qotdi eshiklarda. Ajoyib. Bunday bo'lsa obunachilar, biz hozir qurollarimizni topib, o'zimizni qurollarimizni olib ketishimiz kerak. Mana bu bilan eshik yopib qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmasa obunachilar, necha obunachilar. Buni ham hal qilamiz. Tak obunachilar. Mana buni otib yuboramizda, keyin pistoletlar, bu yerda pistolet obunachilar. Mana bu yerda banditlar qaytib uyg'ondi obunachilar. Lekin xotirasi joyidan yo'q bilmadim. Mana bu pulemyotni sotib turganda eliksir bor ichida. Xullas 1 soatga uxlatadi, xotirasini yo'qotadi degani mana 5 minutga uxlatdi xolos obunachilar. Bu degani nima degan? Obunachilar, buni juda ham ko'p qanaqa qilib mashina bilan kelmaganimni qaranglarda. Voy obunachilar.
nima ham derdik endi obunachilar, qo'limizga siqqanicha olib ketamiz. Mana shunchasi uvol bo'lib qolib ketyapti. Bularni olgani menimcha ikkinchi yashida ham to'la bo'lsa kerak. Mashina bilan qaytib kelish kerak obunachilar. Lekin hozir bitta yomon narsa mana bu men otib mana bu otib ketdi obunachilar. Xullas nimaga mana bu yerda qollab bor ekan, politsiyaga murojaat qilib, men bilan mendan to'nkab ish qilib qamatib yormasa bo'ldi obunachilar. Bulardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Bular mashinik obunachilar. Bular Markus bilan Makda anaqalari odamlari obunachilar. Bular yomon mashinik. Mana bu nima? Ha, qani otib ko'rish kerak obunachilar buni ham. O, qanaqa bum. Yo'ma obunachilar. Yerga chiqana ta'sir qilmas ekan, hokimiyatga otib ko'raymi obunachilar? Yo'ma obunachilar. Manligim bilib qolsa, lekin tochini qamab qo'yapti obunachilar. Lekin nu davay hokimiyatga ham otib ko'ramiz. Bam. Buni anaqasi prijunasi yaxshi bo'lsa ekan, o'qni uzoqqa otmas ekan, mana bu granatda. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Xo'sh, hammasini otib ko'ramiz. Shu video tagidagi barcha kanallarga obuna bo'linglar. Ularni xohlaganida ikkinchi qism chiqishi mumkin. Ya'ni aniq qaysi birdaligini ayta olmayman, shuning uchun hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar.